Zafar. Men ham rosa qo'rqib ketdim. Shu gapirma o'rtoq, endi nima qilamiz? Bu manyak bizani tinch qo'ymayapti. Bilmadim, bizani o'ldirib ketmasa bo'ldi lekin. Bolalar shuncha obuna bo'lib qo'yinglar, like bosib qo'yinglar, qani tablishkani bosamiz. Voy, ko'rdingmi? Voy, keldi. Qo'rqib ketyapmanman. Beri yo'q yurgurmanman, voy. O'rtoq ishga quflaylik. Qufla. Tag'i kirib kelmasin. Voy, nima qilyapti u? Qo'rqib ketyapman lekin. Uyga kira olmasmikin? Voy, o'tib ketdi, ko'rdingmi? Bolalar bizani bu manyak tinch qo'ymayapti, nima qilsak bo'ladi? Kommentga yozib qoldiringlar. Chiqma, nima qilyapsan? Ertalab bo'ldi-yu, mayli. Ko'pchilik gumoni shu uydan. Qani eshik och ko'ring. Qulf. Ochilmayapti. Qulfaga. Biz ko'ramizmi? Davay. Buzilmayapti-ku. Yo'q, juda qattiq ekan. Voy, buzildi. Manyak, qoch. Buni merga yetish kerak. Hamchi, biz manyakka jahlim chiqazdik. Bekor. Bizani u aniq endi tinch qo'ymaydi. Ana mermi? Mer. Oy. Alo. Ha, gamer. Kimlaring? Kel. O yerda manyak bor, bizni o'ldirishga harakat qilyapti. Biz ayshi qo'rqib ketyapmiz, men nima qilsak bo'ladi? Bizani Kechasi tinch qo'ymayapti bizni. Bo'lmasa PPXga borib aytish kerak. Sizlar hozir uyga borib PPXga boringlar, keyin men o'zim PPXga yetib qo'yaman telefon qilib. Hop. Hop, mer. Men unda PPXga borib turaman yetishga. Eshigini ochib qo'ydik boya bizni. Voy. Yurmaylar, uyda azincha ovqat bor edi. O'shani yeylik. Yaxshi ekan. Yur endi PPXga o'taylikchi. Meram chaqirgandir. PPXni. O'zimni telefonga tezroq keling dedim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Keling. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Nima muammo bo'ldi chekaturinglar? Bizni manyaga hech qo'ymayapti, kechasi qo'rqitdi. Bizni o'ldirishga harakat qilyapti. Bizni qishloqda manyak degan hech kim yo'q. Sizlar xavotirga o'rinmasin. Bizda hamma sharoitlar yaratilgan, bemalol xotirjam bo'linglar. Agar isbotinglar bo'lsa, dalilinglar bo'lsa, bizga ko'rsatinglar. Merga aytib qo'yganmiz sizga, aytgan bo'lish kerak. Mer jo'natadi videolarni hali. Hozir qaraychi. Ko'ring bitta shularni. Yaxshilab ko'ring. Xo'p, ko'rdim. Bizga tilxat yozib berishingiz kerak. Tilxat mayli shart emas. Kompyuterdan yozib beringlar, keling. Mana qanaqa tilxat? Tilxat nega kerak? Manyak borligi aniq ko'rinib turibdi-ku. Qizishmang. Ko'rsiz. Bo'ldi. Mana shunday ko'rinib turibdi mana manyak. Bo'ldi, bo'lmasa biz qonuniy chora ko'ramiz manyakka. O'ldirishga harakat qilamiz yoki qamashga harakat qilamiz. Sizlar uyiga borib Esa qo'yinglar bizga. Bunaqasi ketmaydi. Juda qo'rqib ketyapmiz. Kechasi eshigimizni sindirishga harakat qilyapti. Bizani o'ldirishga harakat qilyapti. Nega tushunmayapsiz? Hozir bo'lmasa telefon qiling. Alo, birisi kimchi batalyon ishlayapti. Eshitdingmi? Qarab do'konga bitta militsiya qo'ying. Qo'riqlashga. Xo'p bo'ladi. Yo'lda
xavotirga o'rin yo'q. Agar bu gapinglar noto'g'ri bo'lib chiqsa, agar kelmasa, ana shu ishotgan orqasida o'tirasizlar ikkalovinglar, stulchiga qo'ydi. Ko'rasiz u qanaqa keladi. Ne? Ko'rib turibdi-yu. Bo'lmabdi. Hammasi o'zicha tilda gapiradi, lekin amal qilmaydi. Meniki xulili yazinchi. Abeddan ham oshibdi. Voy. To'g'ri. Kechasi bo'ldi shu. Birpasda kechasi bo'libdi. Eshigimiz kim ochdi? Rostdan nega ochiq eshik? Soat tashqariga chiqmaymiding? Yo'q, men eshik qulab qo'ydim. Bo'lmasa qanaqa ochiladi? Sen menimcha kechasi tashqariga chiqding, chiqib ko'rayotganman. Chiqsam bilaman-ku. Men bu azinchi yuzimni yo'li. Voy. Mana ham yurishim kerak. Ancha yengil bo'ldi men. O'zim azinchi shariga kiraylik. Bugun bizga berish bo'libdi. Qani. Bugun ana uyni tekshiradiganmiz. Men bormayman u yoqqa, men qo'rqaman. Shu eshigini buzganimizdan keyin bizdan jahli chiqqan. Manyak, manyak. Sallam, mana tinchimi buzotgan. Yo'q, bo'ldi, bizani qo'yib ol. Bitta jiddilar bor ekan. Voy, shitlarni ham nega yo'qoldi desa hammasi qamatgan ekanda iflos. Do'stlar, bu o'yinga kim yig'sin, qo'sharmiz, hozir biz qiyin holdamiz.